Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshilarmi, yaxshimisiz, omonmisiz? Ovozim qanaqa? Ovozim qanaqa? Kim aytadir? Deb Zo'r. molodets. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, va alaykum salom. Yaxshimisiz? Ovozingiz judayam zo'r, Manzura opa. Rahmat, minnatdorman. Unda kutamiz. Bugun sizlar bilan pul haqida gaplashamiz. Mikrofoninglarni o'chiringlar, iltimos. Mikrofoninglarni shunaqa behurmatlik bo'lmasin, iltimos. Biroz e'tiborli bo'linglar. Biroz e'tiborli bo'linglar. Ey Xudoyim, mayli. Pul haqida gaplashamiz bugun. Tayyorlaninglar, ruchka daftarlaringiz olinglar. Bugun orzular yozish 21, 22, 23, 24 dekabrgacha orzu yozish kunlari bo'ladi va shular haqida bugun men sizlarga to'lib toshib gapirmoqchiman. 1 minut, 2 minut kutamiz, keyin boshlab yuboramiz. Mikrofonni yoqish yo'q. Demak, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshilarim, yaxshimisiz, omonmisiz? Ay, shunaqa go'zal kunlardamiz, shunaqa ajoyib kunlardamiz, shunaqa quyosh sistemasida, koinotda, galaktikada, kosmosda shunaqa go'zal narsalar, imkoniyatlar, shanslar berilyapti bizaga. Mana rus psixologi bo'lsin, turk psixologi bo'lsin, amerikalik bo'lsin, yevropalik bo'lsin, buni farqi yo'q. Hamma aytyaptiki, butun katta ustozlar, astronomiya, ne bileyim astrologiya, ne bileyim qaysi din taraflama ham, diniy islomiy ustozlarimiz ham Rajab oyi va boshqa umuman olganda mana shu 21 sanadan to 24-kungacha bizani to'xtovsiz, hatto 23, mana 21, 22, 23 eng nima deydi, shokolad kunlar, eng ajoyib kunlarligi haqida bizga informatsiya berishyapti va buni hamma joyda, Instagramda, YouTube'da, Telegram, hamma joyda buni bot-bot bizni esimizga solishyapti. Demak, qizlar, janushkalarim, orzu yozadigan vaqt keldi. Orzu yozadigan, juda ko'p orzular yozadigan davr keldi. Juda ko'p, qanaqa desam sizga, istagancha Xudoga xat yozadigan payt keldi. Istagancha siz tilaklaringizni ushalishi uchun ishonadigan vaqt keldi. Xullas kelam, bizni qilishimiz kerak bo'lgan ish orzularni yozib boshlash, orzularga ishonch berish, orzularni ushalishiga ruhan ishonish, ichdan, qalban, miya bilan ishonish, har bitta DNK bilan ishonish. Demak, pul qachon keladi? Qachon sizda orzu amalga oshadi? Qachon siz imorat olasiz? Qachon siz deyamki, nima desam bo'ladi, farzandli bo'lasiz? Qachonki siz sayohatlarga chiqasiz? Bular haqida biz siz bilan gaplashamiz. Demak, mana shu birinchisi mana shu 3 kun ichida sizni xafa qilgan odamlarni kechiring agar iloj qilsangiz. Albatta kechirishga majbur emassiz. Kechira olmasangiz sizni kechiring deb majburlay olmaydi hech kim. Hech kimni birovni kechir deb aytishga haqqi ham yo'q. Umuman olganda ota-onangizni yoki sizni dilingizni og'ritgan, sizni qalbingizni qirgan odamlarni siz kechiradigan bo'lsangiz, sizni o'zingizni yo'lingiz ochiladi. Siz kechiradigan bo'lsangiz, sizni o'zingizni hayot yo'lingiz, baxt yo'lingiz, baraka yo'lingiz ochiladi. Kimnidir kechirishimiz, kimnidir qo'yib yuborishimiz, kimnidir taqdiriga, qazoyi qadariga, qismatiga rozi bo'lishimiz bu bizni o'zimizni yo'limizni ochar ekanda. Shuning uchun sizlarga aytmoqchi bo'lganim, rozi bo'linglar. Otani bosib o'tgan yo'lidan, onamizni bosib o'tgan yo'lidan, xullas atrofingizda nima voqea bo'layotgan bo'lsa, masalan, eringiz ichib keladimi, o'shani taqdiridan siz okey bo'lsangiz, ya'ni u ichishni tashlashi mumkin.
yoki bo'lmasam farzandingiz judayam anaqami, nima deydi, sizni eshitmayaptimi? Непослушныйmi? Sizni eshitmayapti, sizni hurmat qilmayapti. Shunga siz rozi bo'lsangiz, masalan, хотя bergan-ku menga shunaqa farzand. Shu sho'x farzand menga berdi-ku, ha, zapis bo'ladi. Sho'x farzand menga berdi-ku degan paytingizda sizga o'sha farzand sizni yo'rig'ingizga yurib boshlaydi. Yoki bo'lmasam siz ota-ona bilan kechirim qiladigan bo'lsangiz, ota-ona bilan rozi rizolashma qiladigan bo'lsangiz, ota-ona bilan minnatdor bo'ladigan bo'lsangiz, ota-ona bilan hamma narsangizni chiki-chiki hamma narsasiga otani boricha masalan, rozi bo'lgan paytingizda sizni farzand bilan munosabatingiz iziga tushib ketadi-da. Ya'ni bizani tevarak atrofimizda bo'lib turgan voqealar ko'pincha ota-ona ildiziga borib taqaladi-da. Otani kechirmaslik, onani kechirmaslikka borib taqaladi. Mana shu 3 kun kechiringlar, qo'yib yuboringlar. Qo'lingizni qo'llaringizni yuragingizga qo'ying. O'ng qo'lingizni chap tomondagi yuragingizga qo'ying. Tabiiyki-da bitta tarafda yuragimiz bor. Qo'ying-da. Ey Xudoyim, ey yaratgan egam. Endi bugun ko'rdim, hozir qaytishda mashinada kelayotgandim. Oy shunaqa chiroyli tuqqan, oy shunaqa chiroyli chiqqan, oy shunaqa go'zal turibdi. Ichimdagi niyatlarim, tilaklarim, istaklarim, duolarim hammasi oqib kelyapti-da. Prям deb yuboryapman-da, tushunyapsizmi? Demak, bugun tevaragingizda kim bo'lsa yaxshi ko'rishingizni ayting. Qizingizmi, qizim seni juda ham yaxshi ko'raman. O'g'lingizmi, o'g'lingizga seni juda ham yaxshi ko'raman. Dadajon, siz ichsangiz ham, ichsangiz ham, nima qilsangiz ham men sizni yaxshi ko'raveraman. Ota-onangizni yaxshi ko'rishingizni ayting. Bugun yaxshi ko'rishingizni aytadigan kun. Keyin yuragingizga qo'lingizni qo'ying va ayting: "Ey yaratgan egam, ey Xudoyim, bilaman. Men juda ko'p xato qildim va mana shu xatolarimni kechirishingni sendan so'rayman. Mani kim qalbimni qirgan bo'lsa, kim meni og'ritgan bo'lsa, kim meni incitgan bo'lsa, kim meni nima deydi, norizo qilgan bo'lsa, men ularni kechirdim va men kimni og'ritgan bo'lsam, kimni qalbini qirgan bo'lsam, sen ham meni kechirgin. Ularni nomidan men kechirim so'rayman. Ey Xudo, sen meni kechirgin." Ulardan kechirim so'raysiz, o'zingizdan kechirim so'raysiz va Xudodan kechirim. Tushunyapsizmi? Mana shu kechirimni shunchaki oddiy, shunchaki siz qo'lingizni yuragingizga qo'yib, Xudo bilan samimiy, sof, pok, soxtagarchiliklarsiz, boricha gaplashadigan bo'lsangiz, ishoning, bu texnika bomba texnika sanaladi. Bu ilm eng go'zal ilm sanaladi. Yana bir marta aytaman, kimnidir kechirishingiz o'sha odamga umuman farqi yo'q. Umuman keragi yo'q. Kimnidir kechirishingizni, kimnidir yaxshi ko'rishingizni yoki aytishingizni, yo umuman-da, tushunyapsizmi? Demoqchi bo'lganim, siz ularni qazoi qadariga rozi bo'ladigan bo'lsangiz, sizda ochilish bo'ladi. Ularni qazoi qadariga rozi bo'ladigan bo'lsangiz, mana ota-onangiz sizni urgani uchun uni kechira olmayapsiz, to'g'rimi? Ota-onangiz sizni urgani uchun uni kechira olmayapsiz. Lekin aslida sizni urganidan 10 battar qilib uni urishgan bolaligida siz bunga boradigan bo'lsangiz, ya'ni asl sabab, temel sabab, ildiz sabab u yoqda ekanini siz his qiladigan bo'lsangiz, otangizni avtomatik ravishda kechira yuborasiz-da. Demak, qizlar, orzu yozish haqida kecha men primoy qildim Instagramda. Bugun endi sizlar bilan. Birinchi, har doim men aytaman, ertalab turgan zahoti orzu yozish. Tez yozish, chap qo'lda yozish kerak. Nega? Chunki ertalab hol holati deyiladi. Hol holati. Uyqu va uyqusizlik o'rtasidagi holat bu hol holati deyiladi. Agar siz o'rningizdan turgan paytida hamma orzularingizni qog'ozga, daftarga tushiradigan bo'lsangiz, ishoning, bu tez kunlarda sizga o'zini nimasini ko'rsatadi. Ko'rsatmasdan qolmaydi natijasi. Ikkinchisi, uxlash oldidan yozish. Bu ham hol holati, uxlash oldi. Hol holati degani uyqu bilan uyqusizlik o'rtasidagi holatga hol holati deyiladi. Chiroqni yoqibdi, kimdir o'chirdi, faqat kimligini g'ira-shira bilasiz, lekin javob qaytara olmaysiz. Uxlaganingiz ham yo'q, lekin uyg'oq ham emassiz. Mana shu holatda qilingan har qanday orzu amalga oshish xususiyatiga ega. Nega? Aynan o'sha payti deganimga javob. Chunki u paytida biza to'g'ridan to'g'ri ilohiyot dunyosi bilan bog'langan bo'lamiz. O'shaning uchun
tez amalga oshadi. Ikkinchisi, chap qo'lda yozing. Nega chap qo'lda yozish kerak? O'ng qo'lda yozgan payti chap yarim shar ishlaydi. Chap qo'lda yozgan payti o'ng yarim shar ishlaydi. Agar siz chap qo'lda yozadigan bo'lsangiz, siz miyani bunga ishontira olasiz. Agar siz chap qo'lda yozadigan bo'lsangiz, har qanday orzuni miya bunga iqror bo'lib boshlaydi. Miya buni haqiqat deb boshlaydi. Tushunyapsizmi? Men o'tirib o'ylandimda, masalan, men ham yozish nimasi-ku, lekin ko'p ishlarimni chap qo'lda qilar ekanman-da. Masalan, qanaqa desam, ba'zida yuzimni yuvgan payti chap qo'lda yuvar ekanman. E'tibor qildim-da endi yaqin yillar ichidami, yoki bo'lmasam yana bir ikkita ishlarni qilgan payti, xamirni bunaqa qilgan payti e'tibor qilib qarasam, chap qo'limda harakatlanar ekanman-da. Farzandlaringiz nomidan, farzandlar nomidan qanaqa yozish bo'ladi, men aytib beraman hozir sizlarga. Hammasini tek tushuntiraman. Bittama-bitta aytib beraman. Chap qo'lda yozgan paytingizda, demak, u miya aktivlashadi, miya ishonadi, miya bunga iqror bo'ladi. Bu bo'lmasa bo'lmaydi degan fikr keladi-da. Keyin demak, uchinchisi chap qo'lda yozish, to'rtinchisi tez yozish kerak. Tez yozgan paytida deyapti, ya'ni rezonans ko'tariladi. Ya'ni titrashim yuqoriga chiqadi. Men buni tushuntira olmayman sizlarga, именно mana shu tez yozishda, lekin umuman metafizika ilmiga ko'ra tez yozish va chap qo'lda yozish bu kuchli xususiyatga ega. Demak, 5-inchisi, har qanday orzuni tagidan ism familiyani yozish kerak. Ism familiya, masalan, meni Balida yashashim yaratgan egamga oson. Pastidan Manzura Masharipova Aminovna Muyassar qizi. 4 talasini ham ismingiz, familiyangiz, otangizning ismi, onangizning ismini yozasiz va imzo chekasiz. Tushunyapsizmi? Imzo qo'yasiz. Demak, 5-inchisi shu. Обязательно yozilgan, masalan, bir varaq to'ldi orzularga. Pastiga imzo cheking. Yana bir varaq to'ldi, pastiga imzo cheking. Va buni har doim qiling. Har qanday orzuni deyilgan ustozim, imzo chekilgan joyda kuch bor. Imzo chekilgan joyda quvvat bor, energiya bor degan. Buni qaranglar, men buni falon pulga o'qib kelganman. Ishoning, bu yozish ilmini men juda katta pullar berib o'qib kelganman. Va buni mazza qilib o'qiganman va mazza qilib aytyapman ham. Demak, orzu yozgan paytida обязательно biza ism familiyani va qilishimiz kerak bo'lgan ish, o'sha imzoni qo'yishimiz kerak. Ism familiya, отчество, onangizning ismi. Tushundinglar-a? Meni Balida yashashim Alloh taologa oson yoki bo'lmasa ya Rahmonga oson deysizda, yoki men Balida yashayapman. Aleksandr Retskin degan ukrainalik bitta mashhur nima bor, psixolog bor. U o'zi Balida yashaydi, o'sha aytganda, orzuni degan. Mana orzu o'zi nima desangiz, orzu bu xohishda, mana xohish. Orzu deb qaramanglar, xohish deb qaranglar, plan deb qaranglar, maqsad deb qaranglar degan. Masalan, shunaqa tushuntiraman. Diyelimki, siz juda boy bolaga turmushga chiqishni xohlaysiz, to'g'rimi? Lekin siz kambag'allar oilasida tug'ilgansiz, diyelimki. Lekin siz boy bola bilan yashashni xohlaysiz. Siz yozingda, masalan, bitta arabistonlik milliarder sizni sevib qolishi mumkinmi? Mumkin. Yoki bo'lmasam, qo'shningizni boy qarindoshi sizga oshiq bo'lishi mumkin? Mumkin. Uning uchun siz o'sha energiyani oldin birinchi o'zingiz sevishingiz kerak. O'zingizni boringizcha sevishingiz kerak. Oynaga qarab, masalan, shu yerda Umida, Guli, Shahlo, Shirin, Mahliyo, Muhayyo, men seni boringcha yaxshi ko'raman. Luiza Hay aytganlar-da, orzularga yetishishni bir dona yo'li bor deganlar. Bittagina yo'li bor. U ham bo'lsa, oynaga qarab, o'zingizni boringizcha qabul qilishingizni 3 marta ayting, 3 minut ayting degan. Nega? Nega deganda, bizani orzularimizga yetishtirmaydigan narsa bu bolalikdagi travma. Ya'ni bizni borimizcha qabul qilishmagan. Ota-onamiz, tevarak atrofimiz, odamlar borimizcha qabul qilishmagan. Shunaqa odamlar bor-da. Masalan, men kambag'alman, shuning uchun meni boylar yaxshi ko'rmaydi degan fikr bo'lishi mumkin sizda. Lekin masalan, shunaqa millionerlar bor, ularga bo'yi kaltalar yoqadi yoki sizga o'xshagan sochi qalinlar yoqadi yoki sochi kaltalar yoqadi yoki qoshi qalinlar yoqadi. Xullas kalom, sizdagi bor xususiyatni o'sha yaxshi ko'rish mumkin demoqchiman. Tushunyapsizmi? Demak, siz orzungizga erishishingiz uchun qilishingiz kerak bo'lgan eng muhim ish, har kuni oynaga qarab,
man seni boringcha yaxshi ko'raman. Sen menga boringcha keraksan degan gapni aytganingizda, sizdagi keraksiz programmalar, o'sha man noloyiqman, mani borimcha qabul qilmaydi odamlar degan programmalar udalib bo'larkanda, orzularimizga yo'l ochilar ekan, potok ochilar ekan, orzularimizga kanal ochilar ekan, amalga oshishi uchun. Demak, orzuni yozishda ism familiyani aytdik. Endi 6-si boya aytganimdek, oynaga qarab turib, mana shu texnikani qilish. Orzungizni zo'r amalga oshishi uchun oynaga qarang va o'zingizga ayting: "Manzura, men seni boringcha yaxshi ko'raman. Sen menga boringcha keraksan." Ko'zingizni ichiga ishoning, dunyoni eng qimmatbaho texnikalari ichida mana shu texnika zalotoy texnika. Вообще eng zo'r texnika. Oltin, tillaga teng, brilliant texnika. Olmos texnika mana shu. Men seni boringcha yaxshi ko'raman. Men seni boringcha qabul qilaman. Bu 6-si. Keyingisi 7-si. Aaa, 7-si farzandingizni, masalan, qizingizni boy bo'lishini, baxtli bo'lishini istasangiz, uni peshonasidan har kuni 7-8 marta o'ping va "Sen eng yaxshisiga loyiqsan. Sen eng go'zalisan. Men seni yaxshi ko'raman." Yoki bo'lmasam, "Sen nima desam, seni boringcha yaxshi ko'raman. Sen millionersan. Sen barakalisan." Xullas kalom, qizingizni peshonasidan o'pib qizingizni peshonasidan o'pib, "Men seni boringcha yaxshi ko'raman. Men seni boringcha sevaman. Sen menga boringcha keraksan. Sen millionersan. Sen barakali qizsan." Har kun 7-8 marta qizingizni peshonasidan ko'zlaridan o'pgan paytingizda qizingizni baraka va baxt yo'llari ochilar ekan. 7 yosh, 8 yosh, 12 yosh, 24 yosh farqi yo'q. Qiz farzandni barakali bo'lishi uchun mana shu narsalar muhim. O'g'il bolani bo'lsa, o'g'il bolani umurtqa pog'onasini pastdan yuqoriga chiqing, yelka tarafini, umurtqa pog'onasi boshlangan joy bo'ladi-ku. O'sha joyga qo'lingizni, o'ng qo'lingiz bilan 7 marta aylantirib, "Sen barakalisan o'g'lim, sen juda pullari ko'p bolasan" degan paytingizda bolangizni pullari ko'payar ekan. Baraka yo'li oshirib 40 kundan keyin natija beradi. Hatto eringizga ham, erkaklarga umurtqa pog'onasini boshlangan nuqtasidan o'sha 1 minut yoki 2 minut "Sen barakalisan, pullaring ko'p, men senga ishonaman. Men senga prosta senga ishonaman" degan gap ham erkakni uchirib yuborar ekan. Yaxshi ma'nodada baxtini, barakasini oshirib yuborar ekan. Eringiz bo'lsin, o'g'lingiz bo'lsin, o'g'il nabirangiz bo'lsin yoki bo'lmasam yana kim? Xullas kalom, do'stingiz bo'lsin. Uni baraka yo'lini ochmoqchi bo'lsangiz, umurtqa pog'onasining yuqori qismini zapis bo'ladi-da, muhtarava. Qilgan paytingizda yo'llar ochilib ketar ekan. Ya'ni kanallar, potoklar ochilib ketar ekan. Demak, 9-siga keldik. Orzularni amalga oshishi, baraka yo'llaringizni go'zal bo'lishi uchun 9-masala bu ehson masalasi. Masalan, ehsonga keladigan bo'lsak, har doim masalan biror narsa qildingiz-a, biror narsa qildingiz, o'zingizni rag'batlantirishingiz kerak. Birinchi ehsonni o'zingizdan boshlang. O'zingizga bering. O'zingizga masalan men o'tiribman hozir, soat 11 bo'ldi kechqurun masalan, men shokolad yegim keldi. Men ketaman-da, 10 ta magazinga ketib bo'lsa ham shuni olib kelaman. Yeyman-da, yegim keldimi, shuni to'yintirib olaman qalbimni. Chunki men bu yerda 150 ta odamga dars o'tdim. Bunga munosibman, ya'ni, tushunyapsizmi? Keyin 10-si pul erkalanishga keladi. Pul kayfiyatga keladi. Orzular qachonki siz erkak, kayfiyati go'zal, hamma narsasi masalan, nima desam bo'ladi? Erkakka ishonch beradigan ayol bo'lsangiz keladi. Tushunyapsizmi? Erkalanish bo'ladi-ku, qanaqa erkalanish masalan? Men aytamanki, siz qirolicha bo'ling, lekin erkalikdagi qirolicha bo'ling. Siz qizaloq bo'ling, lekin erkalikdagi. Mayli, siz uy bekasi uborka qiling, mana uyda uborsiz bo'ling, lekin erkatoy uborsiz bo'ling. Erkalanib, ana o'shanda pul keladi. Pul havo deydilar-da ustozim. Pul havo. Mana ketish uchun keladi. Mana biz ushlab o'tiramiz-da, ko'ylak olmaymiz, chunki o'g'limizni papkasini olib berishimiz kerak. Biz shokolad olib bermaymiz o'zimizga, chunki qizimizga ruchka olib berishimiz kerak. Va hokazo. Erimizni GAIdan kelgan shtrafini to'lashingiz kerak. Yoki nabirangizga yana velosiped olib berishingiz kerak. Yana bitta nabirangiz tug'ilyapti, unga beshik to'y qilib berishingiz kerak. Lekin o'zi o'lib bo'lgansiz-da, pul kelmaydi. Tushunyapsizmi? Pul kelmaydi unda hech qachon. Pul hech qachon kelmaydi. Ya'ni sizda qachon pul kayfiyat bo'lsa, erkalanish bo'lsa, mana aytyapman-ku, uborsiz bo'ling, lekin erkatoy uborsiz bo'ling. Siz bo'ling anaqa, nima desam bo'ladi?
qizaloq qirolichayam bo'ling, man buyruq bering, lekin erkaklikdagi qirolicha bo'lingda. Ovozim yaxshi kelyaptimi qizlar? Kimdir javob bersin, ovozim yaxshi kelayotgan bo'lsa. Kim javob berdi? Ovozim yaxshi kelyaptimi yana endi? Ha, yaxshi bitta Gulnaz, rahmat. Ovoz yo'q. Kimda ovoz yo'q ya? Ovoz yo'qlar, zapis eshitasizlar, yaxshi deb. Ovoz yo'qlar, chiqingda qaytadan kiringlar. Demak, 10-ga keldik. Ha, 11ga keldik g'olibadimi? Ehson, mana o'zinglarga rag'batlantirgan paytinglarda, o'zinglarga juda ko'p sovg'alar olib bergan paytinglarda pul kelaveradi. Pul kayfiyatga keladi. Qachonki siz o'zingizga chin dildan rozi bo'lib, og'rimasdan chin anaqa beradigan bo'lsangiz, o'shanda pul oqib keladi. Buni unutmanglar qizlar. Demak, 11-si yomg'ir yoqqanda har doim orzu qiling. Yomg'ir yoqqan payti orzularingiz ichida ering. Orzularingiz ichida oqing. Orzularingizni ichida qanaqa desam sizga, raqsga tushing. Orzularingizni ichida yashang. Orzularingizni ichida prям sariyog' bo'ling, assal bo'ling, assal bo'lib oqib ketingda. Tushunyapsizmi? Menga aytishadi, mana bunaqa deyishadi. Manzura sanga o'xshab sayohatlarga chiqolmayapman deyishadi. Ishoning, meniyam masalan o'xshamay turgan joylarim bor. Men aytaman, "Vau, men zo'rman" deyman. Men sayohatlar ichida shunchalik oqamanki, уже mana birinchi fevralda yana Dubayga uchib ketyapman. Shuncha davlatga, shuncha shaharga, masalan, har hafta bitta davlatda yashadim. Ya'ni demoqchi bo'lganim, shu daraja o'zimizga ruxsat bergan paytimizda ekan. Demak, men sayohatlarga shu daraja o'zimga qo'yib berganman. Shu darajada men ruxsat berib yuborganman. Onasini emsin bu dunyoni deb yuborganman. Tushunyapsizmi? Pulini ham onasini emsin deb yuborganmanki, sayohatga kelgan paytida. Tushunyapsizmi? Sayohatga kelgan paytida men уже anaqa nima deydi, уже I cannot stand deydi-ku, chidolmayman deydi-ku. Mana qanaqa desam, orzuni deydi ustoz menda, tualetga borasan, kichkinasiga chiqasan, lekin qaytib kelmaysan-ku deydi. Orzuni shunaqa qo'yish kerak deydi. Orzu aslida orzu emas, bu shunchaki xohish. Xohish, sizni xohishingiz. Masalan, har qanday xohishni amalga oshirsa bo'ladi. Har qanday, ishoning. Har qanday xohishni amalga oshirish mumkin. Qachonki o'sha tualetga borib keladiganday, tualetga borasizda, tualetga chiqmasdan kelmaysiz-ku, nima qilsangiz ham chiqib kelasiz. O'shanaqa unaqa istak bilan boshlash kerak. O'shanaqa ishonch bilan boshlash kerak xolos deydilar. Demak, 11-si qarang, men unda konspekt yo'q, qo'limda ruchka yo'q, daftar yo'q, hech narsa yo'q. Kelganday gapirganim uchun ham yomg'irlarni aytayotgandim. Yomg'ir yoqqan paytida to'xtovsiz orzu qilish kerak. To'xtovsiz tasavvur qiling. Yomg'irlar o'sha pullar siz uchun. Tasavvur qiling, o'sha har bir tomchi suv bu sizga o'sha pullar. Har bir tomchi suv bu sizga o'sha baxt yo'llaringiz. O'sha har bitta tomchi suv sizga Xudodan berilgan podarka. Har bir tomchi suv mana. Yomg'irda doim yomg'irda e'tiborli qilishni o'rganing. 12-si chaqaloq. Chaqaloq. 1 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlarni ko'targan paytingizda har doim orzu qiling. Mashina xohlayapsizmi? Как будто tasavvur qiling, o'sha chaqaloq bilan mashinada, masalan, u chaqaloq yangangizni qizi yoki opachangizni o'g'li bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Siz chaqaloq ko'targan paytida orzular ichida cho'milingda. Nega? Chunki chaqaloqlar Xudo bilan ichida ular farishta, ularda g'am yo'q, anduh yo'q, ularda ko'ta niyat yo'q, yomon niyat yo'q. Ular faqat pok bo'lgani uchun, ular farishta bo'lgani uchun chaqaloqlarni ko'tarib orzu qilgan paytida orzular amalga oshirish xususiyatiga ega. Tushunyapsizmi? demak 13ga keldikda. 13da daraxt. Har kuni har xil daraxtlarni quchoqlab orzu qiling. Har kuni daraxtlarni quchoqlab orzu qiling. Bugun gujum quchoqlang, ertaga tut daraxt, ertaga o'rik daraxt. Va daraxtlarni quchoqlab orzu qilgan paytimizda bizani ko'p narsamiz hal bo'ladi, ishoning. Ko'p narsamiz, ishoning. Buni mana siz uyalasizda, daraxt quchoqlasam mani pozor, daraxt quchoqlasam ustimdan kuladi, menga не то, uyat, bir balo. Lekin o'sha pulingiz yo'q payti sizga 2 ta non ko'tarib kelgan qo'shningiz bo'ldimiki, siz uni ustidan kulgani uchun ayblasangizda, masalan, ustingizdan kulgani uchun, ya'ni
qo'yib qo'ying-da, u boshi e'tibor bermang uni. Qo'yib qo'ying degani unga haqorat qiling bir narsa ma'nosida aytmayapman. Shunchaki unga diqqat bermang. Hech kim masalan kulsin ustingizdan. Ustingizdan kulib boshladimi deydi, bitta millioner ustozim aytadi. Ustingizdan kimdir kulib boshladimi, biling sizni rivojlanish yo'lidasiz. Biling o'sib boshlayapsiz deydi. Daraxt quchoqlang, orzu qiling. Daraxt quchoqlang, orzu qiling. 14-si yurishga chiqing. Yurishga to'xtovsiz yurishga chiqqan paytida bag'ishloq qiling. Har kuni yurish yurgani mana aytilyapti. Pul kayfiyatga keladi deyilyapti. Biz yurishga chiqqan paytimizda qon aylanishi yaxshilanadi. Qon aylanishi yaxshilanganda kayfiyat ko'tariladi. Kayfiyat ko'tarilganda sizga g'oyalar keladi. G'oyalar orqali sizga pullar keladi. Tushunyapsizmi? Pullar keladi. Sizni orzularingizni amalga oshiradigan. Shuning uchun har kuni mana yurolmaysiz, oyog'ingiz og'riydi deyalimki, siz bugun ikkita qo'shni yuring. Ertaga ham ikkita qo'shni yuring. 3 kundan keyin siz 1 oygacha ikkita qo'shni, ikkita darvoza ozgina yuring. 5 metr bag'ishlov qanday qilinadi desangiz, bugun bag'ishlayman. Bugun o'g'limni mashina olishiga bag'ishlayman. Bugungi yurishimni farzand ko'rishimga bag'ishlayman. Bugungi yurishimni mashina olishimga bag'ishlayman. 7 kun bitta orzuga, yana 7 kun boshqa orzuga, yana 7 kun boshqa orzuga yurish qiling. Va yurish qilgan payti har doim bir xil mahalladan emas, bitta ko'chadan emas, har safarida har xil mahalladan, har xil ko'chadan yurishingiz mumkin. 15-si orzularingizni hammasini so'zsiz, gapsiz, hech qanday hech qanday nimasiz amalga oshadigan eng zo'r yo'li ota-onangizga quchoqlab yaxshi ko'rishingizni aytishingiz. Ota-onangizni duosini olishingiz. Hatto bu ota-onangizni xayolan duosi, xayolan ularga sevgi mehr berishingiz, xayolan masalan ota-onam o'lgan, nima qilaman deyishadi. Ota-onangiz o'lmagan, siz hayotsiz, ota-onangiz hayot, siz yashayapsiz, ular tirik. Chunki biz ularni DNKsini olib yuribmiz. Chunki biz ular bilan barhayotmiz. Ya'ni ota-onam o'lgan degan gapni miyangizdan chiqarib tashlang. Masalan, ota-onangiz o'lgani bilan sizda ular yashayapti. Sizda ular yashayapti. Tushunyapsizmi? Demak, ota-ona bilan rozi-rizolik, ota-ona bilan go'zal munosabatlar, ota-ona bilan nimalar qilgan paytimizda aslida bilasizlarmi nima bo'ladi qizlar? Hamma orzular bitta narsaga bog'lanib turgan bo'ladi. Ishoning, hamma sog'liq temasi bitta ana kurchok deydik-ku, mana shu olib borasiz, mana taqilib turgan bo'ladi bitta joyga. Shuni tortib yuborsangiz hammasi amalga oshib ketadi. Rasm terapiyada mana shu narsalarni to'liq aytganman, to'lig'icha berganman rasm terapiyada. Ota-ona bilan qanday ishlanadi, qachon ishlanadi, nima deb aytiladi, qaysi soatda aytish kerak, necha marta aytish kerak, shularda ota-ona bilan ishlashda bor hammasi. Keyin mana hozir sizlarga a, 15 ta orzu amalga oshadigan yo'lini aytdim. 15 tasini va eng go'zallarini aytdim. Lekin 99 texnikada tasavvur qiling, 10 ta dars bor. 10 ta darsda har bittasida 10 tadan 10 tadan 10 tadan ilm berganman. 10 ya'ni 100 ta. Mana hozir sizlarga 15 ta aytdim. Shunaqasidan 100 ta gap aytganman va 99 texnikani mani o'zim butun dunyodan masalan men Ukrainada o'qiganman, Rossiyada o'qiganman, Turkiyada o'qiganman. Ba'zilar onlayn, ba'zilar offlayn, har xil. O'zbekiston o'qimagan psixologim qolmagan va bularni hammasini jamlanmasini 99 texnikada eng kerakli islomiy tarzda musulmon farzandiga to'g'ri keladigan qilib, musulmon o'quvchisiga to'g'ri keladigan qilib yoritib berganman. 99 texnika. Endi 99 texnika qizlar, 99 texnika kursi $100 $150 $70 ham sotilgan. Judayam ko'p mani lichkamga yozishdi. 99 texnikani skidka qilib bering, shuni skidka qilib bering degani uchun men 299 mingdan mana shu darsni eshitdinglar. Men o'zim terlab, maza qilib qanaqa desam, maza qilib gapirdim. Hech qanaqa konspekt yo'q, qo'limda ruchka yo'q, daftar yo'q, tayyorgarliksiz gapirdim va sizlarga sabr bilan eshitganlaring uchun rahmat aytaman, minnatdorman. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Maza qildim, kayf. Ya'ni ashik qanaqa desam sizlarga, bir 5 yilga yosharaman. Har safar chat o'tgan paytimda 3 yilga yosharaman desam bo'ladi. Chunki maza qilaman. Ichim ho'rim, ichimdagi mazalarim bo'lib ketadi. Xullas kalom,
Hammangizga baxt va baraka tilayman. Hammangizga go'zal kunlar tilayman. Bayram barakali kelsin tilayman. Hammaga ikki dunyo saodatini bu aytardi. Kim kelsa ham ikki dunyo saodatini tilayman derdilar. Bu aytadigan gaplarni, eng go'zal tilaklarni sizlar taraf g'o'ndaryapman, yuboryapman, uchiryapman. Uchib ketsin. Hamma eng go'zal tilaklar sizlar tomon uchsin va demak mana shu 70% podarkadan, 70% skidkadan, 70% go'zal ilmlardan, shu sovg'alardan siz foydalaningda, maza qilinglar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Hammangizni yaxshi ko'raman.